Bizani asfalt yo'llarimiz qolib ketdi. Qancha joylarni qilib kelishdi-da, bizanikini qilishmadi. 100 qancha ham qilishibdi, 500 qancha metr ham qilish kerak bo'lgan ekan. Nega bizaga pul hammaga yetgan deb bizaga kelganda pul yetmadimi? Bo'ladimi? Keyin men Lo'lari mahalla, Piskent tumanida Lo'lari mahallani Baliqchi ko'chasida turaman. Hamma joyga keldi, mana boshqa joylarni qilibdi, nega bizning joylarni qilmaydi? Biz loy kechib yurishimiz kerakmi qish kunida? O'sha astadil harakat qilgan o'sha open budjetga ham qo'shilib orqasida yurgan o'zimizni qolib ketdik-ku biz. To'g'ri aytibdilar, haqiqatan ham yo'llarimiz yomon. Qancha qiynaldik shuni orqasidan. Qiynalishadi, borib kelganda bolalarimiz qiynalishadi, bir xil taksistlar kirish xohlamaydi. Skorilar ham kelmayapti. Skorilar ham kelmayapti, ha. Kelsa 1 soat, 1,5 soat deganda yetib keladi skorilar. Yo'llarimiz yomonligidan hatto taksilar kirishmaydi. Zarur bo'lib qolganda chiqishga qiynalamiz. O'shandan yo'llarimiz ozgina qolgan. Nega oxirgacha turishmadi? Open budjetga kirgandan keyin shuni oxirgacha yetkazish kerak edi. Yarim yo'ldan qaytib ketishdi. Hatto ozgina joyga ham boshini ham butlashmadi. Iltimos sizlardan shunga yordam beringlar bizga. Biz ham yetim bo'lib bir chekada qolib ketmaylik. Bizga boshda va'da berilgan, hokim ham biladi bu narsani. Biz hokimiyatgacha chiqqanmiz, hamma yig'ilishda qatnashganmiz. Sizlar qo'shildinglar pulni anaqa 520 metr loyihalar ham chizib bergan. Qo'limizda bor loyihasi ham. Endi oxirgi paytga kelganda 2-3 kun qolganda 120 metr loyihaga kirdinglar. Pulimiz yetmay qoldi. Tepadan kesib oldi pulimizni, undoq deb gapirishga tushishdi. Mana keyin oxiriga mana sizlarga chiqamiz deganimizda chiqmaylar, qo'ymaylar deb bizani qo'ymayapti. Na damkom harakat qiladi, bu yerda ishlaydi, na hokimiyat ishlaydi. Hokimiyatga chiqqanda falonchi mahallada turamiz. Shunaqa mahalla bormi bizda Piskentda deb o'zimizga aniqot. Lekin hokim hali bizlar mana shu mahallamizni ham bilmaydi. Tupida 20 ta xo'jalik turadi, umuman qiyin joyda. Burchakda, o poligoni yonida. Umuman anaqa yo'limiz yaxshi emas. Balla umuman qiynaladi. Na yozda, na qishda bunday yayrab yura olmaydi. Bahor keldi deganda balla suv kechib, loy kechib, qishim bilan qiynalishadi. Maktabga borishga umuman anaqa. Skor yarim soatda, 1 soatda keladi. Yo'linglar yomon deb. Kelgisi kelgan taksichilar umuman kirmaydi. Gelince kalaska yürümeyi dedi. Kalaska yürümeyi dedi. Iltimos deylar shulardan. O'rtoq prezident, sizdan bir iltimosimiz bor. Jab bo'lmasa kelib keting, bitta kofe ichib, maza qilib, bir ribxoz joyini ko'rasiz. Maza qilib o'tirib kofe ichib olamiz.